Hammaga assalomu alaykum. Bugun men bilan bir kunimni o'tkazing. Qiziq bo'lishi kerak. Men hozir cho'milib chiqdim. Bizda shunaqa qor, chiroyli qor yog'yapti, qaranglar. Juda ham chiroyli qor. Hamma joy qor. Qor kuraydigan narsam yo'q. Shuning uchun bilmasam ertaga baribir ko'chaga chiqishim kerak-ku. Mana odam bashara bo'ldi. Endi ko'cha tayyorlaydi. Bugun bo'ynim shunaqa og'riyapti. Mana bu yerim shunaqa og'rib, вообще bilmayman nima qilishni bilmayapman. Shunday og'riyapti. Qaynagan suv. Ko'p choynaklar mana suv qaynatib beradigan choynaklar hammasi plastik. Shuning uchun ham yo'q. Mana bu plastik emas. Bu French press deyiladi. Ichiga kofe solamiz. Bu rastvorimый kofe emas. Suv solsangiz erib ketmaydi. 2 qoshiq, ba'zida 3 qoshiq solaman. Bugun bo'ynim og'rigani uchun 3 qoshiq solamiz. Qaynoq suvni ichiga solamiz. Deta 2 minutdan keyin ichsam bo'ladi. Mana bizda shunaqa chiroyli manzara. Go'zal. Qaranglar qanaqa chiroyli bugun. Daraxtlarimiz baland bo'lganligi uchun undan ham chiroyliroq ko'rinadi manzara. Juda chiroyli ko'rinadi. Mana bunaqa narsam bor. Buni joyida xolasi bergan. Buni ichida qanaqadir bir bilmayman, tosh bormi yoki nima borligini to'g'risini aytsam bilmayman, lekin ichida narsasi bor. Buni qizdiraman-da, keyin bo'ynimga qo'yaman. Mikrovolnovka ichiga solib. Kofem tayyor bo'lyapti. Bokal ko'rsatmoqchi edim. Bu qaynonam olib kelgan, juda ham chiroyli bokal, Starbucks'niki. Bu Gavayi orollariga borganida o'tga aylab olib kelgandi. Qaranglar, juda ham chiroyli bokal. Menga rosa yoqdi. Mana bu narsa уже tayyor bo'ldi. Endi bo'ynimga qo'yaman. Oh my gosh. Shunaqa og'riyapti, даже harakat ham qilish qiyin. Kofe ichib yotishim kerak endi. Nima qilib yopamiz? Maza. Jared ishga ketgan. 4 kunga. Keyin qaytib keladi. Boshqa shaharga ishga ketgan. Shunaqa. Shuning uchun men uydaman o'zim. Chunki uni ishi har xilda, ba'zida hech qachon uydan ishlolmaydi. Mana xonamga kirdim. Eng yaxshi ko'rgan xonam. Mana meni xonam. Ko'chada qor, maza. Afsuski mana bu zanaveska tepaga ko'tarilmaydi. Bo'lmasam men xohlagan bo'lardim. Yangisini olishimiz kerak. Mana bu meni xonam. Shunaqa kattartiray. Mana ekan meni xonam. Hozir mana shu yerga o'tirib, kofe ichib o'tiraman maza qilib. Mana bu yerda karta желанием bor. O'qimanglar. Bu yerda kiyimlar turibdi. Mana bularni tarqatib yorishim kerak, kiyimlarimni. Ozgina bo'lsa ham yordam berdi. Issiq narsa yana qo'yaman. Bugun zavtrakka chiroyli nondan yeymiz. Ancha yordam berdi. Xursandman. Mana kiyimimni ham almashtirdim. Mana kanadskiy pul. Qaranglar gullimni. Уже yomon bo'lib qolyapti, lekin baribir ozgina bo'lsa ham chiroyli turibdi. Bu 8-martga olgan edim. Podarka. Pomidor podringim bor. Kecha podring bilan pomidor sotib oldim. Juda salat mazada.
Bodringning ahvolini qaranglar. Отдельно upakovka qilingan. Mana bu esa pesto pasta, mazali pesto pasta. Shunaqa maza qilaman shuni yesam. Mana bunaqa narsam bor. Pomidorni kesamiz shu bilan. Tak, mana целый pomidor kesamiz hozir. Pomidor salat. Salatim tayyor. Men nimagadir shu paytgacha har doim pomidor bodring qimmat deb o'ylab umuman sotib olmasdim. Masalan, pomidor bodring qancha turadi? Bodring где-то $2 tursa, $1,5 turadi. Pomidor $3-4 turadi. Har doim o'ylardim, $5 ga olib yotamanmi deb boshqa narsa olaman. Masalan, chips olardim, boshqa narsa olardim deb o'zimga pomidor bodringni juda yaxshi ko'raman, lekin o'zimga qiyardim har doim. Yo'q, yema deb. Endi hozir olyapman, sotib olyapman endi. Farqi yo'q. Nonni yaxshi ko'raman. Kim qanday, lekin men non juda yaxshi ko'raman. Boyagi narsa qo'yganimdan keyin o'zi o'sha narsani 2 marta qo'ydim. Уже o'zimdan yaxshiroq his qilyapman. Уже nimadir qilsam bo'ladi. Boya mana qotib qolgan edim. Yana nimadir qilsam bo'ladi. Qo'yalik. Hozir bo'yanaman. Prosta o'zimni yaxshiroq his qilishim uchun. Keyin balkim birorta video chiqararman. Uzugimni taqamiz. Mana uzugim chiroyli. Uzugimni taqaman. Jared buni men uchun o'zi zakaz qilgan. Qo'limni so'raganida mana shu uzukni menga podarka qilgan. Juda ham chiroyli uzuk. Ko'rsalaring bo'ladi. Mana bu yerlarida ham toshlari bor. Bu ham tosh. O'rni tosh bu. Juda chiroyli bu. Kumush emas. Kumush uzuk emas. Tilo ham emas. Bu platinum. Juda chiroyli. Lekin rosa ham og'ir, men uchun qalin qilib qilingan. Qalin, juda qalin uzuk bu. Juda ham qalin. Sababi men hamma uzuklarimni har doim qanaqadir bir qayiraman-da. Uzuklarim qayrilib qoladi, qiyshayib qoladi. Birorta uzugim chiroyli turmaydi-da. O'shaning uchun uzugimni shunaqa qilib qalin qilib qildirgan. Kanadadagi odatlarni aytib bermoqchiman. Masalan, turmush qurmoqchi bo'lsangiz, nima berishingiz kerak, nima beradi, nima bermaydi, hozir aytib beraman sizlarga. Birinchi o'rinda O'zbekistonda har doim nimadir berasiz. Masalan, kelin olsangiz, kuyov olsangiz, har doim nimadir berasiz, to'g'rimi? Bu yerda masalan, hech kim hech narsa bermaydi bir-biriga, lekin uzuk qimmat bo'lishi kerak. Ko'pincha uzuklar 10 ming, 20 ming dollar bo'ladi. Masalan, yigit agar erkak kishi, agar kuyov 100 ming dollar oylik olsa, o'shani 25% darajada uzuk olib berish kerak. Masalan, uzuk 25 ming dollar bo'lishi kerak. Misol uchun 25% bo'lsa, 100 ming dollar oylik olsa yiliga. Agar yiliga 50 ming dollar olsa, 5 ming dollarlik uzuk bo'lishi kerak. Qancha oylik olganiga qarab qimmat uzuk beriladi. Paxir degan narsa yo'q bularda. Bularda shu uzuk berishadi. Uzuk qimmat bo'lishi kerak. Ko'plarda bitta yo ikkita uzuk bo'ladi. Endi hamma qistasiga qaraydi. Masalan, qaynsinglimda uzugi kichkina, tillo, oddiy tillo, kichkinagina, juda kichkina. Masalan, unaqa qimmat narsa emas, sababi uni eri unaqa ko'p pul topadigan odam emas. Meni uzugim qanchalik turishini bilmayman, to'g'risini aytsam. Unaqa maqtanib, meni uzugim mana shuncha turadi degim kelmayapti, to'g'risini aytsam, chunki men bilmayman qancha turishini. Agar borku arzon tursa ham menga bunday farqi bo'lmagan bo'lardi, sababi biz O'zbekistondanmiz, как бы unaqa narsalar farqi yo'q, to'g'rimi? Men hatto Jaredga aytgan edim, menga qimmat uzuk olma, arzon olaver deb aytgan edim. Endi bu arzon olganmi, arzon olmaganmi bilmayman. Shuning uchun
hammada har xil odat, kimdadir qimmat uzuk xohlaydi, kimdir xohlamaydi. O'zi men unaqa narsaga uchadigan odam emasman. Masalan, oy mashinasi bor ekan, uyi bor ekan, joyi bor ekan, narsalari bor ekan, boyligi bor ekan degan odam emasman. Unaqa odam emasman, lekin o'zi shunaqa odam bo'lish kerak. Odam xohlash kerak ekan. Agar masalan hech qachon hayotda hech narsa kerak emas desa, odam hayotda hech narsa bermas ekan hayot sizga. Qanchalik menga mana shu narsa bari kerak, menga chiroyli odam uchrasin, yaxshi odam uchrasin, faqatgina yaxshi odam emas, ishlasin, yaxshi pul topsin, oilasini yaxshi boqolsin degan odamni uchratish kerak ekanda. Shunaqa niyat qilish kerak ekan. Qanaqa niyat qilsangiz, masalan, mayli, puli bo'lmasa ham baxtli bo'lsak bo'ldi degan gap aytsangiz, rostdan ham puli bo'lmaydi, lekin baxtli bo'lasizlar. Shuning uchun nima narsa xohlasangiz, o'sha narsa bo'lar ekan. Shuning uchun masalan men narsa uchun biror kishi bilan turmush qurmasam ham, lekin o'sha turmush quradigan odamning narsasi bo'lsa, meni hayotimga ham, uni hayotiga ham juda ham katta yengillik. Shuning uchun ham biz unaqa demasligimiz kerak edi. Har doim yaxshi pul topadigan, o'zini eplaydigan, oilani boqadigan odam xohlayman deyish kerak. Bu biz qizg'anchiligimizdan emas, biz ko'proq narsa xohlashimizdan emas, o'sha odamning o'ziga yaxshi bo'lishi uchun. Bu hamma makiyaj narsalarim O'zbekistondan olib kelganman. 1 yil avval hali ham shularni ishlataman, chunki ko'p bo'yanmayman. Ko'p bo'yanmaganim sababi prosta o'zim bo'yansam qanaydir bir narsalarim, yuzim qanaydir bir shpaklovkadek his qilaman, lekin qani edi masalan har doim chiroyli bo'yanib, chiroyli yursam. Ko'p Instagramda qizlarni ko'raman, chiroyli bo'yangan, shunaqa vashi chutki bo'yangan. Lekin ularni hayotda ko'rsangiz, yuzlari bo'lib yotibdi. Agar Instagramda chiroyli mana shuni 1 tonna makiyaj bo'lsa, hayotda chiroyli ko'rinmaydi. Ular baribir ham bilinib turadi 1 tonna makiyaj borligini. Prosta aytmoqchi bo'lganim, Instagramda ishonavermang. Wow, bunaqa chiroyli bo'yanar ekan bu odam. Wow, bunaqa zo'r demang, chunki baribir ham filtr ustiga qo'yiladi. Hayotda chiroyli ko'rinmasligi mumkin. Aytgancha kommentariy yozganlaring uchun, like qo'yganlaring uchun rahmat. Bu motivatsiya beradi menga, qanchadir darajada bo'lsa ham. Makiyaj o'rganishni juda ham xohlardim, lekin makiyaj borib O'zbekistonga borib o'rgandim. Baribir ham zo'r makiyaj qilmayman, sababi baribir yaxshi narsalar olishingiz kerak, har doim praktika qilishingiz kerak. Bu narsalar qilmayman, shuning uchun ham mana ozgina bo'lsa ham odam bashara bo'ldim desam. Yaxshi, yomon emas. Mana shu kunlarda sochimni mana bunday qilib yurishni yoqtirib qopman. Mana sochimni mana bundayroq qilib yig'ib qo'yishni yaxshi ko'rib qopman. Chunki yuzimni yonidan ketyapti-da. Sal bo'lsa ham qanaydir bir menga xarizma beradigandek xayolimda.